Xohlasangiz o'rtoqlar, mana bunday shkatulkalarni urib, ustidan chiska urib, bemalol gubka qilgandan keyin ham yoki gruntovka urib, gruntovkani ustidan ham xuddi mana shunaqa gibki kamin fasadlarini qildirsangiz bo'ladi. Endi buni farqi nimada deyotganlarga, agarda siz mana bunday zaterka gubka qilgandan keyin qilsangiz, buni ustidan shundoq kafelnik kley tortiladi. Mana bunday gruntovka holatda qilsangiz ham juda baquvvat ushlaydi. Kafelnik kley salgina ko'proq ketishi mumkin, lekin ko'p yil sizga xizmat qiladi. Endi mana shunaqa shkatulkalarni bitqazib olib, fasadga nima qilayin deb o'ylab turganlarga ko'rishingiz mumkin. Fasadni aboylar, ya'ni gibki kamin mahsulotlari sizlarga tavsiya qilamiz. Agarda sizga mana shunaqa gibki kamin fasadlarni har xil turdagi fasonlar, dizaynlar kerak bo'lsa, siz YouTube'da Surxonstroy kanaliga shundoq kirib olasizda, podpiskani bosib, bemalol qilingan fasadlarni ko'rib borishingiz mumkin. Yoki har oy 2 marta, 3 marta Umid Rashidov kanali orqali ham sizlarga mana shunaqa gibki kamin mahsulotlarini yoritib boramiz. Hozirgi qilingan uyimiz esa Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Yangikent mahallasida bitgan xonadon. Hozir men sizlarga xonadonning ichkarilaridan ko'rsataman. Agarda siz xohlasangiz ham devorlariga yoki mana bunday sokinlariga, undan tashqari hammomlarning ichi, ya'ni banyalarning ichiga ham xuddi mana shunaqa gibki kaminlardan terdirishingiz mumkin. Agarda kafel qimmatroq bo'ladi desangiz. Buni plus tomoni devorga yengil konstruksiya, plus xuddi mana shunaqa keling. Bitta shu joyda ko'rsatayin. Uyda mana bunaqa trishenelar bor. Mana ularni ko'rsating. Xomg'ishdan asosan qishloq sharoitda uylar qilingandan keyin mana shunaqa yoriqlar bo'ladi. Siz xohlaysizmi, yo'qmi? Shkatulkani xohlasangiz 1 yil mana shunaqa gruntovka urib, 1 yildan keyin zaterka qiling ham yoriladi. Xohlasangiz sirazi qilsangiz ham mana shunaqa yoriqlar bo'ladi. Bu yoriqlarni yopish uchun esa xuddi mana shunaqa gibki kamin mahsulotidan foydalansangiz, gibki kamin mahsuloti mayda-chuyda yoriqlarni yo'qotadi. Sababi buni tarkibida stekloxolis bo'lgani uchun stekloxolis cho'ziluvchanlik xususiyatiga ega. Ana shunday kichkina yoriqlarni bemalol yopishi mumkin o'rtoqlar. Ham aytganimizdek, fundamentga, devorga yengil konstruksiya. Buni issiqda, sovuqda rangi ketmaydimi, qanaqa bo'ladi deb o'ylab turganlarga 10 yil sex tomonidan kafolat berilyapti gibki kamin mahsulotlariga. Sex Qiziriq tumanida joylashgan, To'lqin akamizni juda ko'p kishi yaxshi biladi. Issiqda, sovuqda bemalol foydalansa bo'ladi. Ya'ni buni tarkibi maydalangan miramirni tosh bo'lgani uchun, mana hozir qarang, tosh yoriq qaytaryapti. Maydalangan tosh bo'lgani uchun issiqda bemalol chidab beradi va 4 yil bo'lgan xonadonlarda ham biz kanallarimizda chiqarib borganmiz. Bularning turi juda ko'p. Aytganimizdek, siz Surxonstroy kanaliga o'tib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Ichkarilarni ham esa bitta ko'rsatamiz. Mana o'rtoqlar, ichkari tomoni ham xuddi shu rangda, ya'ni sariqni ichiga qora har xil fasonlar berilgan. Bularning turi juda ko'p. Agar sizda qanaqa dizayn xohlasangiz, katalog orqali yoki internetdan olib ham rasm tayyorlab bersangiz, sizga shu fasonni chiqarib berishadi. Oq fasonlari bor, qora fasonlari bor, seri fasonlari bor. Dizingizga qarab bemalol zakaz qilib qildirishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasiz. Devorda, soqilda mana shunaqa gibki kamin mahsulotlardan bitqazib olishingiz mumkin. Mana. Shu joyda sal qolsa esdan chiqar ekan, narxi. Hamisha qilingan mahsulotni narxi qiziq. Shuncha endi kutdingiz, narx aytmasak uyat bo'ladi. Bu xonadonimiz barcha mahsulotlari ichida 90 ming so'mdan bitta. Ichida usta xizmati, mahsulot, mana unday kafelnik kleylari, xullas option bitkazib berish uy egasidan so'raladigan narsa. Albatta o'zbekchilikda uyingizga mehmon kelsa ham osh-ovqat qo'yasiz, xuddi shunday ustalarni yaxshigina bir mehmon qilasiz, osh-ovqatini berasiz va bundan tashqari bunday lesalarni olib berasiz. Bo'ldi. Siz ishingizni qilib yurasiz, ustalar keladi, xudo xolasa o'lchab, hamma fasonlar tanlangandan keyin bitqazib chiqib ketishadi, oxirida pul beriladi. Zakaz qilish uchun esa oldindan 30% zakat beriladi
va zakat olingandan keyin mahsulot ishlab chiqariladi. Chunki zakat olinmasa, bu mahsulot ishlab chiqarilgandan keyin boshqa uyga ishlatib bo'lmaydi uni. Chunki boshqa odam yana boshqa narsani zakaz qiladi. O'sha uchun oldindan zakat puli beriladi va zakaz olingandan keyin bir hafta uzoqda Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Albatta, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa sifatli videolarni ko'rib borasiz. Rahmat e'tibor uchun, charchamanglar. Kimga mana shunaqa fasadni aboylar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqsangiz, agarda ustalar bo'lsa, o'zlar ham mahsulotni sotib olib 55 ming so'mdan bemalol yopishtirishlari mumkin. Uy egalari ham o'zlari 55 ming so'mdan 1 kvadratini olib borib, ko'rsatib, mahsulotni yetkazib beriladi. Ana imkoniyat. Sog' bo'linglar.